Men Mamadaliyeva Ziyodaxon, bu xonadonga kelin bo'lib tushganimga 35 yil bo'ldi. Mana o'zingizlar ko'rib turgandek, bu hovlini qildirganimizga mana 4 yil bo'layotgan bo'lsa, hali bir marta remont qilganimiz yo'q. Ungacha odamlar voy shamolda uchib ketmaydimi, shamolda u bo'lmaydimi, bu bo'lmaydimi deyishdi. Yo'q, mazza qilib yashayapmiz. Qimirlamaydi, o'rnida hali remont ham qilganimiz yo'q. Anomal sovuqlarda mana o'zingizlar ko'rdinglar, chakana sovuq bo'lgani yo'q. Ash sovuqda ham 32 lik konditsioner qo'yganmiz. Yozda salqin, qishda issiq. Qo'q svet o'chib qolsa ham 4 soat, 5 soat issiqlikda ushlab turadi. Bemalol qiynalmasdan chiqdik qishdan. Men kim mana shu uy deb usta baqib, material olib, ana qiladigan odamlarga mana shu uyni tavsiya qilaman. Qildirishsin, mazza qilib yashashsin. Mana shu uylarimizda mana prezidentimiz kirib ko'rdi ham, prezidentimizga ham yoqdi-da bu uy. Xursand bo'lib chiqib ketdi. Men hamisha hammasiga rahmat aytaman. Bu uyni qilgan ukalarimga, dizayner bolalarga, ustalarga, prezidentimizga, viloyat hokimlarimizga hammasiga rahmat aytaman.